maqsad şu mahallalarda tadbirkorlarni, ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb etish, ishsizlikni qisqartirish, yangidan loyihalarni, loyihalarga aylantirishda ko'maklashish bizning vazifamiz. Shu uchrashuvlarni o'tkazgan vaqtimizda biz shu mahallalardagi odatda shu tadbirkorlarning muammolari bo'lgan bo'lsa, masalalar bo'lgan bo'lsa yoki bo'lmasa shu loyihalarga aylantirishda bir moliyaviy ko'mak kerak bo'lgan bo'lsa, shu bizlar shu tadbirkorlar bilan uchrashamiz. Shu masalasini biz shu o'z bank mahsulotlarimiz bilan taklif qilish orqali shularni rag'batlantirib, ya'ni pul mablag'larini kredit ajratish, imtiyozli kreditlarni berish orqali shu loyihalarni amalga oshirishda ko'maklashib boramiz. Endi bizda shu aytib turganimizdek bank mahsulotlarimizni, ya'ni imtiyozli kreditlarimizdan shu qisqacha bir tushuntirib o'taman. Bizda mahalla loyihasi degan kreditimiz bor, mahalla bo'limida. Bu mahalla loyihasi degani shu ishsiz fuqarolar o'zini o'zi band qilib biron bir faoliyat bilan shug'ullanish uchun beriladigan kredit. Bunda asosiy shu o'zini o'zi band qilgan ma'lumotnomasi bo'ladi. Keyin kafillik hujjatlarini taqdim qiladi. Biron bir faoliyat uchun band qilgan yo'nalishi bilan bizlar shu kreditni ajratib beramiz. Shu faoliyatdan ham shu mablag' orqali kerakli jihozlar, ularni mahsulotlar, ulardan rivojlantirib yo'l qo'yib oladi. Undan tashqari biznesga ko'makdan kreditimiz bor. Bu 17 million so'm beriladi. Bu ham shu ishsiz fuqarolarga beriladi. O'zimiz band qilish orqali sug'urta bilan yoki kafil bilan beramiz. Ular albatta plastikani chiqarib beriladi. Foizlarni ikkisini ham bir xil. 23% ayollara, 25% erkaklarga ajratiladi. Keyin bizda avvaldan ishlab keltirgan yoki bo'lmasa oilaviy tadbirkorlikdan kredit olib faoliyatini kengaytirajak bo'lgan tadbirkorlar shu kichik biznes deb aytiladi ular. Yuridik tashkilotlardan qoldi 100 milliondan garovsiz kreditdan band qilamiz. Bularni foizi 19% dan agar shu firma tadbirkor rahbari ayol odam bo'lsa 19% oladi, erkak odam bo'lsa 21% ajratiladi. Buni usuli pul ko'chirib berish usuli bilan chiqariladi. Ya'ni shartnomalarda shura bir zakon chiqarib turamiz, shundan kerakli texnika uskunalarni, ya'ni bo'lmasa mahsulotlarni oladilar. Agarda kimda shu masalalar bo'yicha murojaat bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizlar aytishlaringiz mumkin, yordam beramiz. To'bayevada Novazakka tadbirkorman 100 million kredit kerak. 100 million kredit, nima faoliyat bilan shug'ullanasiz? Pishiriqchilikmi? Bo'ldi, bizlar mahallaviy bo'limiga kerakli hujjatlarni taqdim qilasiz. Ko'rib chiqamiz, shu shortlarni ochib, ro'yxatga o'tib, amal hukumatini saqlab qo'yganingizdan keyin xudo xolasa bitirib beramiz sizning ishingizni. Bo'ldi, yana kimda murojaat bor? Boshqa murojaat bo'lmaydigan bo'lsa, bizda agar keyinchalik bo'ladigan bo'lsa murojaat etishingiz mumkin. Mahalla vakillarimiz bor, mahalla yigitlarimiz bor, bizda biriktirilgan mahallalarda. Bundan tashqari bankimizda shu mahallaviy bo'limimizga kelib murojaat etsangiz ham bizdan ko'rib chiqib ko'maklashib yordam beramiz. Siz e'tiborlaringiz uchun rahmat. Uchrashuvga kelamiz.